bitta shunchaki mana LGX xoslasi kerak xolos. LGX degani logaritm asos 10 asosga ko'ra x degani. Shuni xoslasi 1 taqsim x ln 10 degan. Buni qoidasini ko'rdik. Shuni olib kelib o'rniga qo'yamiz. 2 taqsim LGY ko'paytirilgan 1 taqsim x ln 10 holati bo'ldi. Endi buni hosilasini topamiz. 2 ni x minus 1 qilamiz. Minus 1 oldinga chiqsa minus 2. X darajasidan 1 ilsa minus 2. Soddalashtirsa minus 2 taqsim x kvadrat bo'ladi. Buni hosilasi 3 bo'ladi. Buni hosilasi 0 bo'ladi. Mana unda ozgina shakl almashtirib olamiz. 2 taqsim LGY ko'paytirilgan 1 taqsim x. Mana ln 10 da o'rnini almashtirib olsak bu LGY bo'lib qoladi. Keyin bu bilan bu qisqarib ketib 2 taqsim x. Hammasini o'rniga olib kelib qo'yamiz. Soddalashadi, yaxshi. Mana uni soddalashtirib oxiri mana xulosaga keldik. 2 taqsim x ga. Keyin minus buni soddalashgan holati mana hosil olib soddalashtirganmiz. Plusdan 2 taqsim x kvadrat. Buni soddalashgani mana 3. Plus 3. Keyin buniki 0. Yozmaymiz. Endi x larning o'rniga 2 qo'yib hisoblab qo'yishimiz kerak ekan. 2 qo'yib hisoblasak 2 taqsim 2 plus 2 taqsim 4 plus 3 1 4 4 butun 2 dan 1. Tushunarli? Funksiya hosilasini toping. O sin kvadrat plus kosin kvadrat nima beradi? 1 da beradi. 1 da hosilasi 0 bo'ladi. Davomsa. Men bitta hosil olaman siz. 3 ta x-nisi 3x ln 3 cosinusga minus sinus x oddiy ekan. Bu x hosilasi 1 katanginisiga 1 taqsim sinus kvadrat x deb o'rgan. Mana shunda qoladi. Hosilasini berilgan nuqtalardagi qiymatini toping. Qiyroqni ishlayman men. Shuni. Mana uni hosilasi. Cosinus hosilasi. Minus ildizda 3 sinus x bo'lib qoladi. Mana bu qiymati bor o'zi bu. Necha bu? 2 taqsim 2. Hosilasi 0 bo'lib ketadi. Endi mana uni qiymati hosilasi 2x bo'ladi. Soddalashtirsam 6x taqsim pi. X larning o'rniga pi taqsim 3 qo'yib hisoblab qo'yamiz. Minus ildizda 3 sinus pi taqsim 3 plus 6 pi taqsim 3 qo'yib yuborsam 3 pastga tushib 3 pi bo'lib qoladi. Pilar qisqarib ketadi. 2 bo'lib qolyapti. Sinus pi taqsim 3 da 3 taqsim 2 ga teng. Ya'ni minus 3 taqsim 2 plus 2 holatiga kiradi. Soddalashtirib qo'ysam 1 taqsim 2 ni beradi. Endi bu ko'paytmani oxirgi 100 dan bag'i ko'paytma bilan bo'linmani holatiga qo'yib ishlab qo'yamiz. Ko'paytma bilan bo'linma holati mana. Aytga yozib berdim. Mana bo'linmaniki. Shu qoida. Ko'paytmanikini ham qayergadir yozdim mana. Mana ko'paytma. Abdumalikda ham bor. Qarab ko'rib qo'yasizlar. Keyin tog'iga ko'paytma bo'linmani hosilalariga tegishli bitta ko'rsatib beraymi? Ya'ni misol uchun mana o'zi qoidani ham beryapti bu. Qanaqadir trigonometrik yig'indiga keladi bu. Bahronjon, so'kinma. Hosilani ko'chirib kelib olamiz, bo'linmani hosilasini.
Copy. Aytga olib kelamiz. Paste. Shuni yozdimmi axir? Xo'p. Suratdan hosila olamiz ekan. Kosinus hosilasi minus nima minus? Ha. Kim aytdi shuni? Jx deyapti. O'rta minus fx o'zi. Jx hosilasi. Mana bir bo'lmaydi. Bir yo'q ketadi. Mahrajda 1 minus sinus x ning kvadrat. Qavsni ochib tashlaymiz. Qavsni ochib tashlasak. Minus sinus x plus sinus kvadrat x shundaymi? Xo'p. Buni ikkalasi nima? 1 deb beradi. 1 deb beradi. Tepa 1 minus sinus x. Pasam 1 minus sinus x. Yana qaytarib yig'amiz ekan, jinni qo'yga o'xshab, yoyib yuborib. Endi mana mana shuni kelib qoldi-yu, endi nima bo'ladi endi? Endi nima bo'ladi? Xudo biladi. Ana qarang-da. Mana bu birda yo'yaman. Mana shu zo'r misol chiqargan. Tushunganlarga qarshi chavorsa kelayapti. Sinus kvadrat x taqsim 2 plus kosinus kvadrat x taqsim 2 qilish mumkin. 2 sinus x taqsim 2 kosinus x taqsim 2 qilib maydalab olish mumkin mahrajni. Tepa 1 turibdi. Keyin past yig'iladi. Sinus kosinus x taqsim 2 minus shumi?